7 yoshli o'g'lim borda, uni ham ichgisi keladi, ko'rgisi keladi. Lekin kardiologman baribir. Ham onaman, ham kardiologman, iloji yo'q. Har kuni miyasiga qo'yganman. O'g'lim, gazli ichimliklar zarar. Nima uchun gazli ichimliklar zarar? Oddiy mineralka olib ichsangiz zararsiz. Nima uchun? Rangli, shirin gazli ichimliklar zarar. Ularni tarkibida bir stakanini solib ichganingizda, bir stakaningizda 10 qoshiq, 10 ta katta qoshiq shakar bor. Ularda mana biznesda bu ham bir gazli shirin ichimliklarni bir marta ichganingizdan keyin yana qayta ichgingiz kelishini sababi ham bir stakanda 10 qoshiq shakarni ta'mini sezganingiz uchun. Bizda organizmimizda shunaqa iloji bo'lsa-chi, ishlamasdan maza qilib yotsa-da, organizmimiz shunaqa. Agar siz majburlamasangiz, u ishlashni xohlamaydi. Siz o'sha bitta stakanda 10 qoshiq shakarning ta'mini tilingizda retseptorlari sezdimi, o'sha bir qoshiq shakarni priznovat qilmaydi. Yana o'sha narsani xohlayverasiz. O'sha ta'mni yana xohlaysiz. Retseptorlar qiynalgisi kelmaydi. Odamzodga bir kunda maksimalni 2 choy qoshiqgacha shakar mumkin. Gazli ichimliklar bir stakanda 10 qoshiq shakar bor. Bu esa oshqozon osti bezini buzadi. Oshqozon osti bezini buzilishi natijasida qandli diabetga olib keladi. Qandli diabet oqibatida yurak, jigar, buyrak kasalliklari kelib chiqadi.